Demak, va nihoyat bizni navbatdagi darsimiz sonli to'plamlar. Demak, bugungi darsda biz sizlar bilan natural sonlar to'plami, manfiy sonlar to'plami, musbat sonlar to'plami, butun sonlar to'plami, ratsional, irratsional va haqiqiy sonlar to'plami haqida gaplashamiz. Shuningdek, bu mavzuni o'zi matematikada ahamiyati qanaqa ekanligi haqida gaplashamiz. Demak, birinchi masala o'zi bu sonli to'plamlarni o'rganishdan, ya'ni sonlar to'plamlarini o'rganishdan biror manfaat bormi degan savol tug'iladi. Savolga javob ha. Chunki ba'zi bir masalalarni ishlay olish uchun siz shunchaki o'sha sonni qaysi to'plamga tegishli ekanligini bilishingiz kerak. Sizlar bilan oldingi darsda gaplashgandik. Darslarda, ya'ni natural sonlar to'plami. Natural sonlar to'plami bu sanashda ishlatiladigan sonlar, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 va hokazo. Shuningdek, ko'rganmiz, shunchaki a soni bilan belgiladim bu to'plamni. Ya'ni butun sonlar to'plami. Bunda natural sonlar kiradi, ularga qarama-qarshi bo'lgan manfiy sonlar kiradi va 0 kiradi. Ya'ni -6likdan +6likgacha bo'lgan barcha butun sonlar kiradi. Xo'sh, ana endi natural sonlarni demak bilar ekanmiz. Manfiy sonlar deganda aniq bir to'plam bilan ifodalab mana bu holatda yozib bo'lmaydi. Sababi natural sonlarni yozganda 1 dan keyin 2 keladi. Buni bilamizda. 1 bilan 2 ning orasida hech narsa yo'q. Lekin shunchaki manfiy sonlar to'plami deydigan bo'lsangiz, -2 dan keyin nima keladi degan javobga hech kim javob bera olmaydi. Chunki matematikada shunday qoida bor. Siz son o'qida istalgan ikkita nuqtani tanlang. Haligi nuqta bir-biriga istalgancha yaqin bo'lsin, lekin shu holatda ham ularning o'rtasida cheksiz ko'p sonlar doim topiladi. Shuning uchun manfiy sonlar to'plamida yo butun sonlar to'plamida yo haqiqiy sonlar to'plamida yoki irratsional sonlar to'plamida sonlarni ketma-ket yozishning imkoni yo'q, chunki bir sondan keyin nima son kelishini hech qachon aytib bo'lmaydi. Ya'ni o'rtadagi farq cheksiz darajada kichkina bo'lishi mumkin. Shuning hisobiga. Manfiy sonlar deganda son o'qida xo'sh 0 dan chapda bo'lgan sonlar tushuniladi. Ya'ni bizni tilda aytganda, o'quvchilarning tilda aytganda minusli sonlar. Deylik, -1 manfiymi? Ha. -2 manfiy son, -5 manfiy son, -8 manfiy son. Lekin bular hammasi butun. Faqat butun son bo'lishi kerakmi desa, yo'q. -2 taqsim 3 bu ham manfiy, -3 bu ham manfiy, -3.72 bu ham manfiy. Demak, bular ham manfiy sonlar to'plamiga kiradi. Ya'ni son xoh butun bo'lsin, xoh irratsional bo'lsin, xoh ratsional bo'lsin, xoh o'nlik asr bo'lsin, u 0 dan kichkina bo'lsa bo'ldi. U manfiy sonlar to'plamiga tegishli bo'ladi. Demak, oddiy qilib aytganda, 0 dan kichkina sonlar manfiy sonlar to'plamini tashkil qiladi. Va aksincha, musbat sonlar to'plami 0 dan o'ng tomonda joylashgan bo'ladi. Demak, qoidasi ham 0 dan o'ng tomonda joylashgan, ya'ni son o'qida 0 dan o'ng tomonda joylashgan sonlar musbat sonlar deb aytiladi. Boyagi qoida bu yerda ham ishlaydi. Haligi son xoh butun bo'lsin, xoh irratsional bo'lsin, xoh pi ga o'xshagan mamnuqa sonlar bo'lsin, bu ham aslida irratsional, xoh davriy kasr bo'lsin, farqi yo'q. 0 dan kattami? Bo'ldi. U musbat son hisoblanadi. Endi 0 ni o'zi o'rtada qoldi. Musbatmi, manfiymi desa, oldingi darslarda ham aytganmiz, 0 musbat ham emas, manfiy ham emas, balki 0 neytral son. Xo'sh, davom etamiz. Endi butun sonlar to'plami. Butun sonlar to'plamiga nima uchun yulduzcha qo'yganman? Hozir ko'pchilik o'quvchilar matematika o'qish bilan birga SAT o'qiyapti yoki SAT matematikasini o'qiyapti, chunki universitetlarga kirishda xoh chet elga bo'lsin, xoh o'zimizdagi xususiy universitetlarga kirish bo'lsin, o'sha nufuzli universitetlarda SAT sertifikati talab qilinyapti. Xo'p, SAT da bu narsalarni ingliz tilida bilish kerak. Shuning uchun yulduzcha qo'ydimki, butun sonlar to'plami deganda bizda bitta bo'lib ketaveradi, lekin ingliz tilida SAT da bir oz nozik jihati bor. Natural sonlar ingliz tilida natural numbers. Manfiy sonlar bo'lsa negative numbers. Musbat sonlar positive numbers. Lekin butun sonlar deganda ikki xil. Birinchisi whole numbers. Whole numbers. Whole numbers deganda nima kiradi? 0 kiradi, 1 kiradi, 2 kiradi, 3 kiradi va hokazo va hokazo. Ya'ni natural sonlarning oldiga bitta 0 ni ham qo'shib qo'ysangiz whole numbers bo'ladi. Endi ikkinchisi bor, integers. Buni informatikada eshitgan bo'lishingiz mumkin. Integers. Bunga biz bilgan mana butun sonlar kiradi.
Ya'ni minus cheksizlikdan keladi. -4, -3, -2, -1 va hokazo va hokazo. Yo deylik 100, 144 bo'lib bu ham cheksizlikka kiradi. O'zbek tilida bu ham butun son, bu ham butun son, lekin ingliz tilida minus cheksizlikdan plus cheksizlikkacha bo'lgan barcha butun sonlarga, demak, integers deb aytilsa, 0 dan cheksizlikkacha bo'lgan barcha butun sonlarga whole numbers deb aytiladi. 1 dan cheksizlikkacha bo'lgan barcha butun sonlarga natural numbers deb aytiladi. Agar kim SAT fanini o'rganmoqchi bo'lsa, agar doskaga ko'rsatilgan link bo'yicha SAT kanalimizga o'tishlaringiz mumkin. U yerda ham SAT bo'yicha darslar yuklab borilyapti. Keyingi ratsional sonlar. Ratsional son deb nimaga aytiladi? Ratsional son deb doskani o'chiraman. Agar kimdir nimanidir yozib olmoqchi bo'lsa, agar o'sha joyga kelganda pauzaga qo'yib yozib olishi mumkin. Ratsional son deb nimaga aytiladi? Ratsional sonlarni q harf bilan belgilanadi. Ya'ni ratsional sonlar to'plami q bilan belgilanadi. Xuddi natural sonlar to'plami n bilan belgilanganday. Xo'p, ratsional sonlarga nima deb aytiladi? A taqsim b ko'rinishga keltirish mumkin bo'lgan barcha sonlar ratsional sonlar deyiladi. Bu yerda a butun son, b natural son deb beradi ba'zi bir kitoblarda. Ba'zi bir kitoblarda a ham b ham butun son, faqat b 0 ga teng emas deb beradi. Demak, qanday sonlarni a taqsim b ko'rinishga keltirish mumkin? Butun sonlar, misol uchun 3 degan sonni 3 ni 3 taqsim 1 deb yozish mumkin, 6 taqsim 2 deb yozish mumkin. Demak, 3 ratsional son. Yoki oddiy kasrlar tayyor, misol uchun 5 taqsim 8 ko'rinishda turibdi. -3 taqsim 14 ko'rinishda turibdi. Demak, bu ham ratsional son. Chunki mana nimadir taqsim nimadir ko'rinishda turibdi. Yoki o'nli kasrlar, misol uchun 0.243. Buni 243 taqsim 1000 deb yozish mumkinmi? Yozish mumkin. Demak, ha, 0.1243 ham ratsional son hisoblanadi. Ratsional son hisoblanadi. Xo'p, unda savol tug'iladi. Har qanaqa sonni ham nimadir taqsim nimadir deb yozsa bo'ladi-ku. Nimadirga bo'lsa, doim qanaqadir son chiqadi-ku. Demak, hamma son ratsionalmi? Javob yo'q. Hamma son ratsional emas. Misol uchun, ildizosti 2 ni olaylik. Siz istalgan bitta butun sonni oling. Keyin yana bitta butun sonni oling. Birini ikkinchisiga bo'ling. Hech qachon ildizosti 2 ni qiymatiga teng bo'lgan qiymatni ola olmaysiz. Imkoni yo'q. Istalgan bitta butun sonni oling. Yana bitta boshqa bir butun sonni oling, ikkalasini bo'ling. Hech qachon ildiz osti 7 ni qiymatiga teng keladigan qiymatni ola olmaysiz. Shunga yaqinroq qiymatga kelishingiz mumkin, lekin teng qiymatni ola olmaysiz. Yoki istalgan bitta butun sonni oling, boshqa bitta butun sonni oling. Birini ikkinchisiga bo'ling, hech qachon pi ni qiymati chiqmaydi. Ya'ni biz taqriban 3.14 deb ishlataveramiz. Aslida verguldan keyingi sonlar bilasizlar, cheksiz uzoq davom etadi. U cheksizlik shunaqangi ajoyib narsaki, u cheksiz uzoq davom etishi natijasida u yerda sizni telefon raqamingiz ham hosil bo'ladi. U telefon raqamini ishlatishdan oldingi telefon raqamingiz ham hosil bo'ladi. Bu telefon raqamingizni tashlab yuborib, kelajakda oladigan telefon raqamingiz ham u yerda bor. U yerda sizning tug'ilgan sanangiz ham bor. U yerda sizning telefoningizning kodi ham bor. Agar gapim g'alati tuyulgan bo'lsa, buni internetda qidirib ko'rishlaringiz yoki ChatGPT dan so'rab ko'rishlaringiz mumkin. Demak, mana bular irratsional son yoki Y soni. Demak, Euler soni, ya'ni Y soni, bular irratsional sonlar. Ya'ni bir butun sonni olib ikkinchisiga bo'lish orqali hech qachon bularni hosil qila olmaysiz. Mana bunday sonlar irratsional son. Demak, irratsional. Irratsional degani aslida ratsional emas degan. Haqiqiy sonlar to'plami deganda o'quvchilarda savol paydo bo'ladi. Son haqiqiy bo'lmasligi ham mumkinmi? Ha, javob ha. Son haqiqiy bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, hech qanday haqiqiy sonning kvadrati manfiy sonni bermaydi. Demak, siz kvadrati musbat son beradigan sonlar bilan ishlayapsizmi? Demak, siz taxmin qilishingiz mumkin, haqiqiy sonlar bilan ishlayapsiz. Haqiqiy bo'lmagan sonlarni qachondir o'rganishga to'g'ri keladimi degan savol tug'ilsa, uni ham javobi ha. Xo'sh, yuqori sinflarda yoki SAT o'qiganingizda yoki universitetga kirib oliy matematika o'qiganingizda haqiqiy bo'lmagan sonlar bilan ishlashga to'g'ri keladi va bu narsani hayotda tatbiqi juda ham yuksak. Hozirgi zamonaviy texnologiyalarni siz shunchaki haqiqiy sonlar bilan qura olmaysiz. Demak, bu irratsional son. Va bir narsani bilib olishimiz kerak. Real haqiqiy sonlarni R harfi bilan belgilanadi, ya'ni real numbers. Ular 2 ga bo'linadi.
yo irratsional bo'ladi, yo ratsional bo'ladi. Uchinchi variant yo'q. Demak, sizga bitta sonni berdi. U ratsionalmi? Demak, u irratsional emas. U irratsionalmi? Demak, ratsional emas. Bundan nima xulosa qilsa bo'ladi? Sizga bitta sonni berdi. Shuni ratsional, irratsional ekanligini ko'ryapsizmi? Demak, sizga o'shan ratsional emasligi shu yetarli dalil. Ya'ni ehtimol ratsional ham emasdir, irratsional ham emasdir, uchinchi bir ko'rinishdadir deb o'ylash noto'g'ri. Son haqiqiy sonmi? U yo ratsional bo'ladi, yo irratsional bo'ladi. Ikkalasining o'rtasida emas. Demak, mana sonlar o'qi. Cheksiz ko'p sonlar bor, butun sonlar bor, butun bo'lmagan sonlar bor, manfiy sonlar bor, musbat sonlar bor, kasr sonlar bor, cheksiz davriy o'nli kasrlar bor, chekli o'nli kasrlar bor, irratsional sonlar bor. Istalgan bitta sonni shunday tanlab oling. U yoki ratsional bo'ladi, yoki irratsional bo'ladi. Xuddiki bitta odam yoki erkak yoki ayol bo'lganda. Ikkalasining o'rtasida bo'lmaydi. Shunga o'xshagan. Endi sizlarga bitta savol. Davriy kasrlar, misol uchun 2 butun davrda 43. Buni bunday yozish mumkin yoki g'arb adabiyotlarida bunday yoziladi. Farqi yo'q. 2 butun davrda 43. Xo'sh, bu ratsional sonmi yoki irratsional sonmi? Bunga javobni kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Bugungi darsimiz shu bilan tugadi. Agar dars haqida qanaqadir taklif, fikr, mulohaza bo'ladigan bo'lsa, kommentariy qismiga yozib qoldirishlaringiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Bu loyihani rivojiga sizlarning qo'shgan hissalaringiz bo'ladi va tanishlaringizga tarqatish orqali bu videolarni yana kengroq tarqalishiga o'zlaringizning hissalaringizni qo'shishlaringizni men so'rab qolgan bo'lardim. Salomat bo'ling.